Hammaga assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Sizlar bilan men Jamoliddin Kamolov va bu Kamolov Algorithmics YouTube kanali. Do'stlar, bugungi temamiz prop shot bo'ladi. Pro firmalardan aynan bilasizlar, men temam o'zi ko'pincha robot masalasi. Endi zo'r bo'lardi agar biz robotlar bilan prop shotdan o'tsak va xuddi shu robotlar bilan o'sha prop shotdan o'tib bo'lgandan keyin o'shalarni xuddi o'sha robot bilan ishlashni davom etsa zo'r bo'larmidi? Albatta zo'r bo'lar, cho'tki bo'lar, maza qilar hamma. Endi prop shotlardan o'zi birinchi bo'lib aytish kerak, hamma prop shot ham ruxsat bermaydi robotda. Shuni hisobga olinglar. Endi ruxsat bergan prop shot ham avtoritetliroq bo'lishi kerak. Bularning hammasining orasida men Funded Next tanlaganman. Funded Next birinchidan robotlarga ruxsat beradi. To'g'ri, mana aynan spiskasi bor. Nima mumkin, nima mumkin emas, qanaqa robotlar mumkin, o'sha narsa to'g'risida cho'polni tushuntirib ketaman. Hamma robot ham tushmaydi. To'g'rirog'i 95-99% robotlar tushmaydi bu yoqqa. Nimaga tushmaydi, qanaqa robotlar tushadi o'zi srazu aytib ketaman. Menda tushadigan robot bor, ya'ni qonun qoidalariga to'g'ri keladigan robot bor va hozir biz ikkita prop shot уже o'tyapti. Bittasi meniki, bittasi okaniki уже bir haftadan sal oshdi, 1% yig'ib qo'ydi. Meniki hali 1% ga borgani ham yo'q. Ikkalamiz ham bitta robotda, lekin har xil nastroykada ishlatilyapti, lekin o'sha har xil nastroykada ishlayotganini ham sabablari bor, buni tushuntirib ketaman. Juda kritik narsalar bor bu yerda. Любой prop shotda o'zi birinchi e'tibor berish kerak, o'sha prop shot robotlarni ishlatishga ruxsat beradimi? Bilishim bo'yicha Funded Next yana adashmasam Funded Pipsmi, yana qanaqadir bor edi, opsiyada yozib ketaman, ko'rib ketinglar. Xullas, birinchisi bizda robot ruxsat berilishi kerak, ikkinchisi men uchun avtoritet bo'lishi kerak. Ya'ni hurmatli bir joy bo'lishi kerak, anchadan beri ya'ni ishlaydigan, anchadan beri ishlab kelayotgan bo'lishi kerak va hatto mana o'sha ko'plarning og'zida o'sha pul chiqargan, ko'plar o'sha ishlatib bo'lgan, opti borda, opti bor bolalar bo'lishi kerak. Aynan shu prop kompaniya bo'yicha mana mana shu ikkita kriteriya bor deyishadi, kriteriya. Ya'ni o'sha spiska bo'yicha mana shu to'g'ri kelish kerak. Xullas, Funded Next to'g'ri keldi men uchun. Yana bittasi bor, aytganimdek pastga yozib ketaman qaysi biri. U ham normalniy. Endi men mashina tanladim, internetdan qarasam, ya'ni robotlar uchun nomer 1 deb mashina maslahat berishdi. Mana mashinaga qarab ketdim. Ya'ni tanish bilishlardan so'raganimda ham pul yecharkan, bunaqa pul yechishda muammo bo'lmadi. Tanishlarda. Bu yo'g'ini ko'ramiz. Sanda robot bormi, mashinaga to'g'ri keladigan? Ha, menda bor. Aytganimdek Telegram kanaliga o'tinglar, natijalarni ko'rib ketsanglar bo'ladi. Qanaqa, nima, qandoq, qayerda ishlayapti, hammasini ko'rsatib ketyapmiz. Albatta tekin emas, robot bor, lekin men ограниченный, menda juda ограниченный odamga bera olmayman. Sababi nastroykalari avvalambor bir xil bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun hammaga har xil nastroyka o'ylab topa olmayman men. Oddiy shotlarga qo'yib beraman. Lekin prop shot bo'yicha menda ограничение bor. Ya'ni bu prop shotda to'lib qolsam bo'ldi, o'sha boshqa prop shotga o'tishga majbur bo'laman. Endi qanaqa robotlar, qonunlari qanaqa? Men ko'proq bu yerda общий qonunni tushuntirib o'tirmayman sizlarga. Men bu yerda konkretni robot masalasi, robot tomonlama yonlashaman bu yoqqa, o'shaning uchun biz ketib ko'rib chiqamiz. Qonun qoidalari sayfasiga o'tib chiqamiz. Bu yerda bilasizlar, narx-navolarni ko'rib ketsanglar bo'ladi. Agar kimdir update qilingan, ya'ni oxirgi narx-navolarni ko'rmoqchi bo'lsa, shu yerdan ko'rib ketsanglar bo'ladi. Keyin mana bizda qonun qoidalarini bitta ko'rib chiqamiz hozir. Uning uchun biz Trading Rules and Guidelines ga kiramiz. Bu degani men inglizchada ko'rib ketyapman hozir. Tradingda qonun qoidalari va pravila deyishadi, shunaqa deyishadi. Men bilan hamma kerak emas, oynalarni yopib qo'yaman. Boshladi. Birinchidan ko'p temalar bor. Bittalab aytib ketamiz, oxirida summary qilamiz, ya'ni общий bir fikrga kelamiz. Xo'p. Tomog'im sal ketib qoldi. Sog'lig'imiz xudo xolisa yaxshi. Birinchisi, does Funded Next allow EAs or indicators? Bu savol Funded Next robotlarga ruxsat beradimi yo indikatorlar bilan ishlatishga robotlarni? Ha, ruxsat beradi.
Endi men anglizchada o'qib ketaman, u yo'g'ini tarjima qilaveraman. Anglizchani biladiganlar ham ko'p bo'lsa kerak. No, mayli. Find next trades are welcome to use third-party EA expert advisors. Xullas, mumkin deb aytayapti. Xush kelibsizlar, mumkin ishlatishingiz mumkin deyapti. Robotlarni. Lekin aytganimdek millionta qoidasi bor. O'shaning uchun qisqa qilmasdan men bitta общий qilib aytib ketaman hozir. Customize deyapti birinchidan. Ya'ni robotlarning savdosi qolgan robotlarning savdosiga o'xshagan bo'lishi kerak emas. Hatto misol uchun ikki xil robot ishlatayotgan bo'lsa, sal u yoq bu yoqni o'zgartirgan bo'lishingiz kerak. Og'ayningiz ham sal u yoq bu yoqni o'zgartirgan bo'lishi kerak. Bir xil savdo qilsa bo'ldi, uxladi. Bu yaxshiligiga olib kelmaydi. Aytganimdek, har bitta robot unikallik bo'lishi kerak, bir xil savdo bo'lish mumkin emas butun Funded Next ichida. Ya'ni og'ayningiz ham xuddi shu robot ishlatayotgan bo'lsa, agar siz ham xuddi shu robotni bir xil nastroykalar bilan qilib yoki yetarli darajada customize, ya'ni uni o'zgartirib ishlatmayotgan bo'lsangiz, akkauntingiz uxlaydi, yaxshiligiga olib kelmaydi. Hop, 300 mingtalik beriladi robotga akkaunt, maksimum общий summasi. 3-qoidasi. Hop, bu juda bunaqa prям mo'shning qonunlardan emas, titratadigan qonunlardan emas. Dalshi mana men ketyapti. Hop, bu are there any restrictions or on my trading strategy deyapti. Mana eng muhimlardan bittasi, ya'ni qanaqadir ограничение bormi mani savdo strategiyamda. Hammani o'zini kallasida har xil savdo strategiyasi bor. Robotlar ham hammasi har xil million xil strategiyada ishlaydi, lekin biz hozir bu yerda jostki filtr qilib ketamiz. Ya'ni Funded Next does not impose any limitations or restrictions in a trading strategy, whether it involves discontinued trading or EA that employ martingale strategies. Ya'ni martingale strategiya bu yerda mumkin emas. Agar robotlar qanaqadir любой martingale strategiyani ishlatayotgan bo'lsa, u narsa zapretda do'stlar. Unaqa qilish mumkin emas. Qisqa qilib aytib ketaman, esimda boricha, agar buni hozir darsga ko'ramiz, martingale mumkin emas. Grid mumkin emas, setka. Уже grid martingale olib tashlagan taqdirimizda уже bir 95% robotlar, 90% robotlar уже qoqilyapti bu yerda. Bu yerda bunaqa narsa mumkin emas. Hedging masalasi qisman mumkin emas. Akkauntingizni o'zini ichida hedging qilsangiz bo'ladi, o'sha berilgan profillar ichida. Lekin bir nechta profillar ichida hedging ham qilish mumkin emas. U ham yaxshiligiga olib kelmaydi. Shuningdek, HFT высокочастотный robotlar ham ishlatish mumkin emas. Bundan boshqa ko'rib ketamiz. Bir xil agar bor bilasizlar, qani mashinasi yozilgan deb turadiganlar bo'lsa, ularga hozir qisqa qilib ko'rsatib ketaman, lekin aytganimdek высокочастотный robotlar bitta savdosini 3-4 sekund ushlab, keyin o'sha savdoni yopib yuboradigan robotlar, kazino sifatida tomi ketib katta zerklar ochadigan, qanaqadir analizsiz bemantiq qanaqadir zerkalarni ochadigan robotlar ham mumkin emas. Albatta qanaqadir strategiyaga moslashgan yoki bog'langan bo'lish kerak. Aytganimdek, martingale, setka bunaqa narsalar mumkin emas. O'shaning uchun уже 90% robotlar bu yerda chopiladi. Hop. Bu yerda kazino sifatida ham savdo qilish mumkin emas. Agar robotlar kazino sifatida savdo qilayotgan bo'lsa, u ham qilinish mumkin emas. Hop, yana bizada testda robotda o'tib, keyin testdan o'tib bo'lgandan keyin birinchi, ikkinchi fazada sizga realniy akkaunt berishganda, u yoqda ruchnoy savdo qilish u mumkin emas. Bu ham pravilalarda bor. Ya'ni ruchnoy savdo yoki naborot, ruchnoy savdo qildingizda, keyin realniy akkaunt berishganda siz robotda savdo qilmoqchisiz. U mumkin emas. Bunaqasiga naborotiga farqi yo'q, mumkin emas. Yoki siz to'lg'oni robotda savdo qilasiz. Tillada, misol uchun, tilla plus yevro dollar robotda. O'shani o'tdingizmi? O'sha robot bilan, mana shu strategiyangiz bilan, mana shu lotlar bilan bo'ldi.
Sizga akkaunt berilganda realniy счет xuddi o'sha robot bilan xuddi o'sha parani ishlatasiz. Hech qanaqa дополнительный yangi para ham qo'shmaysiz. Mana shu narsasi qonuni ham bor. Agar misol uchun men qanaqadir indeks-larni tiqib tashlasam, u ham mumkin bo'lmaydi. Ya'ni chunki men testda sinov muddatida ikkita fazadan o'tayotganimda yoki bitta fazadan o'tayotganimda men bu narsalarni ishlatmaganman. Yana uni ishlatish mumkin bo'lmaydi endi. Ya'ni bu narsa bulan sistemasini saqlaydi, qanaqadir tomi ketgan решениyalardan, misol uchun robot o't beryapti, keyin bu yoqda katta real счет berganda katta lotlarni yoki strategiya ular sinov darajasida ko'rishdi, siz strategiyangiz ma'qul keldi-da ularga. Keyin siz o'zingizdan o'zingiz olib o'sha strategiyani o'zgartirib tashlayapsiz-da, realniy pulda qanaqadir qumorga tutib odam anaqa o'zgartirib boshqacha anaqa qilmaslik uchun bunaqa hammasi strategiyani buzadi va stabilnostni buzadi. Bo'lmasa sizga ruxsat bermasdi ular. Ya'ni sizga bo'lmasa akkaunt bermasdi ular tak. O'shaning uchun strategiyani o'zgartirish, bunaqa narsalar qilish mumkin emas. Hatto ishlayotgan parangizni ham va lotlarni ham iloji boricha bir xil ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi VPN, VPS masalasi bo'yicha aytib ketaman. Sразу qisqa qilib, hozir bitta keyin может qayerda nimadir o'tkazib olgan bo'lsam, uni ham aytib ketamiz. VPN ni men ishlatmayman. VPN ni men shaxsan ishlatmayman, lekin device-ga juda muhim qarashadi. Ularning spiskasi bor. Bu bir anaqani Funded.Next'da spiskasi bor. Birinchidan запрещенный davlatlar. U davlatlarning internetini ishlatish mumkin emas va u yoqdan turib ham ishlatish mumkin emas. Keyingisi VPS masalasi. Men robotchiman, aytganimdek bu yoqda robot masalasida ko'proq tushuntirib beraman sizlarga. Robot mana misol uchun men ro'yxatdan o'tdim. Именно mana shu kompyuterdan ro'yxatdan o'tdim. Men leviy kompyuterdan boshqa iloji boricha kirmaylar. Qanaqadir narusheniya qilsanglar sizlarga pochtalarga yozishadi. Og'ayni nima bunaqa qilding? Nega boshqa kompyuterdan ro'yxatdan o'tgan kompyuteringdan emas, nega boshqa kompyuterdan o'tding? Qanaqadir любой narusheniya bo'lsa, ular sizlarga pochtalarga birinchidan предупредить qilib yozadi. Manaqa melki narusheniya bo'lganda sizlar tushuntirish xati oladi. Hech kim tushuntirish xati yozish yaxshi ko'rmaydi, to'g'rimi? Hech kimga bu narsa kerak emas. O'shaning uchun birinchidan mana shu kompyuterdan ro'yxatdan o'tdimmi, O'zbekistondan men deb tanladimmi, o'zimning Wi-Fi'imdan ulandim, bo'ldi, ketaveradi. O'sha o'zimning Wi-Fi'im O'zbekistonning IP-sini ko'rsatadi. Bo'ldi, O'zbekistondan kiryapti, ro'yxatdan o'tdi, o'sha kompyuterdan kiryapti. Muammo endi savdo masalasi. Sizga login akkaunt beradi, bilasizlar, login, parol ID beradi. Uni sizlar misol uchun ruchnoy savdo qilayotgan bo'lsanglar, telefondan kiryapsizlarmi? Bo'ldi. Telefondan ruxsat beriladi. Lekin VPS ga kirdinglarmi? Men qanaqa qilyapman? Hech qanaqa qonun buzmaslik uchun men VPS ga kirdimmi? O'sha VPS imda ishlayveraman faqat. Men ham VPS da ham telefonda ishlatmayman. Bunaqa mumkin emas. Birinchidan VPS kimga mumkin? Faqatgina robotlarni ishlatishingiz mumkin VPS da. Ya'ni siz faqatgina robotlarni ishlatasiz. U yoqda VPS da ruchnoy сделка ochib yopish mumkin emas. Bo'ldi, nuqta. VPS faqatgina robotlarga mumkin. Plus robotingiz aynan сделка ochib yopadigan bo'lishi kerak. Agar robotingiz faqatgina take profit va stop loss'ni o'lchab ularni qo'yish uchun mo'ljallangan bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas, u robot hisoblanmaydi. Robot aynan сделкani ochish kerak va yopish kerak. Take profit stop loss ham qo'ysa bo'ladi, lekin bir xillar bor, ruchnoy ochib qo'yadi-da, ruchnoy ochib sistemalar bor, trailingga taqab olib boradi. O'zi, men aytaman, ko'p prop-shotli trailingga yomon ko'radi. Men bu hozir aytayotgan qonun qoidalarim faqat Funded.Next'ga tegishli, lekin juda ko'p prop-shotlarda ham xuddi shunga o'xshagan qonun qoidalari o'xshab ketadi. Shuni hammasini e'tiborda olib o'tinglar. Ya'ni sizlar hozir robotni qo'ysanglar VPN ga, ya'ni yana bitta okaxon VPN'ingizga kirib qarash mumkin emas. Ya'ni tashqi upravleniyaga berish ham mumkin emas akkauntingizni. Boshqa odamlarga berib, upravliyat qilib, ular sizda testdan o'tib beradi, keyin siz maza qilib ishlatasiz. Misol uchun bittasi Indiyada o'tiribdi-da, siz akkauntingizni uni IP-sidan ko'rinadi kirganda, akkauntingizni olib o'tib beradi-da, keyin siz o'zingizdan O'zbekistonda keyin real akkauntingizni ishlatishni boshlaysiz. Endi u narsa bo'lib qolsa, savol-javob yoki akkauntingizni olib qo'yish mumkin yoki bloklash mumkin. Bunaqa narsalar qilish mumkin emas. O'shaning uchun nima qilinadi?
Mana kompyuterimdan kiraman VPN'imga, VPSga. VPN bilasizlar, bu qayerdan o'tirganingizni o'zgartirib beradi. Xuddi u Indiyadan yoki Pokistondan yoki Rossiyadan xuddi internetga kirgandek bo'lib qolasiz. VPS bu Virtual Private Server, ya'ni bu отдельный onlayn kompyuter bo'ladi. Aynan Forex uchun VPS menda turadi va u yoqqa men faqatgina bitta o'zim kiraman, hech kim boshqa kirmaydi va u VPS ga va u yoqda primoy bizada upravlение qilinadi, robot qo'yib qo'yilgan, nastroy qilingan bo'ldi. Levi odam u VPS ga kirmaydi, virtual browser, ya'ni onlayn kompyuterga. U yoqda faqat robot savdo qiladi, umuman bironta ruchnoy сделка ochilmaydi, ruchnoy сделка yopilmaydi, unga aralashmaydi. Bunaqa narsa qilish mumkin emas. Faqatgina robot сделка ochib va robot сделкani yopish kerak. Agar nimadir narушение bo'lsa, sразу sizga pochtangizga keladi. Og'ayni shunaqa narушение qilding, bunaqa qilish mumkin emas. Yoki akkauntingizni olib qo'yishadi, yoki sizga nullab qo'yishadi. Mumkin emas. Faqatgina o'shaning uchun VPS ga kirdingizmi? Bu yoqdan telefondan ham ko'rib o'tirish uchun o'zingizga komfort yaratib olasiz, bunaqa ham mumkin emas. Telefondan ham kirmaydi. Iloji boricha mana shu maksimal qonunlarga rioya qilib yursanglar, testdan o'tib, muvaffaqiyatli o'tib, xudo xolasa o'sha pulinglarni yechasizlar. Bunaqa melki narsalarga juda qattiq qarashadi bular. Xo'p, dальше farqi yo'q. Endi aytganimdek, faqatgina bizda nima mumkin? Telefondan yoki kompyuterdan, o'zini device'dan ishlatish mumkin agar ruchnoy savdo bo'lsa. VPS robot bo'lsa, xohlasanglar o'zingizlarning kompyuteringizdan yoki VPS dan ishlataveringlar. VPS faqatgina robotga mumkin. Ya'ni, конечно, oddiy kompyuterda ham robotni yoqib qo'yishingiz mumkin, lekin bilasizlar, O'zbekistonda internet uzilib qoladi, svet o'chib qoladi, muammo bo'lib qoladi, ya'ni u ham keyin problematik narsa bo'lib qoladi. O'shaning uchun VPS faqatgina qanaqa mumkin. VPN ni qo'llatayotganingizda ularning запрещенный spiskasi bor. Запрещенный davlatlarning spiskasi. VPNinglar o'sha davlatda o'tirmagan bo'lsin yoki yana aytganimdek bu narsa bo'lib qolsa, sizlardan savol-javob qilishadi. Xudo xolasa to'g'ri tushuntira oldimmi yo'q bilmadim, lekin bitta qisqa qilib bitta o'qib ketaman. Xo'p, yoki ruchnoy o'tasiz, ruchnoy savdo qilasiz, yoki faqat robotda o'tasiz, kundan keyin o'sha faqat robotda savdo qilasiz. Men aytganimdek, mashina ham o'qisanglar bo'ladi. Ya'ni tillarda savdo qilib turib, keyin bu yoqda yevro USD da savdo qilasiz. O't bo'lganingizdan keyin yo'q, mana tillarda savdo qildingizmi? Bo'ldi, o't bo'lganingizdan keyin ham faqat tillarda savdo qilasiz. O'shaning uchun lotlariga ham qaraladi. Dальше trading strategiyalar qaysi biri mumkin emas? Shularni ham ko'rib ketish kerak. Abuse of system, sistemani aldash strategiyalari. Ya'ni bularga agar bilmasanglar, bilmaganinglar yaxshi qanaqa strategiyalar bu. Ya'ni serverga yaqinroq bo'lib turadi, u yoqdan nima bo'layotganini oldinroqdan bilib, mana shunaqa strategiyalar bor. Ularni sistemani aldash strategiyasi, agar sistemani aldash bu strategiyasi ishlaganda milliarder bo'lib ketardinglar do'stlar. Любой broker bu narsaga qarshi, ular siz millioner bo'lib ketasiz, ular bankrot bo'lib ketadi. Sistemani aldash strategiyalari ishlatilmaydi. Ya'ni qanaqa robot farqi nima? Mumkin emas. Gambling, kazino varianti, qimor strategiyalar bo'lmaydi. O'qib chiqsanglar bo'ladi, detalni agar kimdir qimor strategiyalari qanaqa bo'lishini-da qota lotlar bilan misol tariqasida bunaqa narsalar ham mumkin emas. Professional traders riskni asasi ko'pincha bu yerda 1% risk ham yaxshi deyapti. Iloji boricha professional traderlarga o'xshab 1% risk ishlatinglar, lekin 1% riskga sizga qabul qilinganda, ya'ni siz agar qimorchiga o'xshab yoki ularga yoqmagan strategiyada ishlayotgan bo'lsangiz, sizga o'sha 1% strategiyani qo'llashadi. Ya'ni sizni olayotgan riskingiz har bitta tredingiz bo'yicha, ya'ni bir xil bilasizlar, ko'p сделкаlarni ochib tashlaydi. Ana shunaqa nenadejniyroq odamlar bo'ladi. Unaqa odamlar to'g'risi realniy счетda berish yaxshi emas ularga. O'shaning uchun ularga har bitta сделкасы 1% riski degan qonunni sizga qo'llanishi mumkin. U narsa qo'llanganda sizga pochtaga keladi. Mana birodar, sancho'ta savdo qilayotgan rejimimizga yoqmayapti. Yoki bir xillar bor, bu yoqda men spiskada ham bor, giperaktivniy savdolar, слишком ko'p, слишком tez savdolar ochadigan, bunaqalar ham mumkin emas. Короче, savdo qilishingiz ularga yoqmasa, sizga mana shunaqa 1% risk qonun qoidasini qo'llab
anaqa qo'llashi mumkin, lekin aytganimdek pochtadan sizlarga aytishadi bu narsani. Misol uchun kazino kunlik riskiga beriladi-yu 5%. Maksimalniy prasad. O'shanga taqab turib yopishtiradi-yu katta сделка. Misol tariqasida xudo xolasa bittada o'tib ketasizlar-da. Bunaqa narsalarni ishlash mumkin emas. Quick strike method. Aytganimdek ultra fast trading bu. Ya'ni juda скоростной savdo, u yoqdan bu yoqdan ruchni ochib tashab, ochib tashab bunaqa tez savdo metodlari ham bularga to'g'ri kelmaydi. Bularga iloji boricha qisqasi stabilni, такой sekin, mana bizani kompleks robotimizga o'xshagan stabilniy, sekin такой strategiya bilan ishlab ketadigan mana shunaqa ishlovchilar kerak bularga. Ya'ni bular ham o'z tarafidan dalgosrochniy qidiryapti partnyorlar o'ziga. Такой yaxshi stabilniy bitta strategiyasiga o'tirib olgan treyderlar yoki mana shunaqa stabilniy bitta spokойно ishlaydigan robot egalari kerak. Mana shunaqa qisqasi общий qilib aytganda sistemani aldamaydigan, har xil prikol sistemalarni ishlatmaydigan mana shunaqa odamlar kerak. Copy trading from others. Bu yoqda bu copy trading. Agar challenge masalasida mumkin, bularda challengelar o'tadi. Funded Nextda challengelar o'tadi o'z orasida. Ularda qanaqadir qonunlarga to'g'ri keladigan, ya'ni o'zining kichkina qonunlari bor. O'shaga to'g'ri kelsa, o'zining ichida challenge masalasida mumkin. Lekin, ya'ni bu yo'l propisho'tdan tashqari challenge ham o'tkaziladi. O'sha challenge ichida mumkin, lekin o'zi mumkin emas kopiya qilish. Misol uchun, men birovning akkauntiga qarab kopiya qilishim mumkin emas. Hedgingga ham negativni qarashadi. Lekin o'zingizning akkauntingiz ichida bo'lsa-da mumkin, adashmasam buni ko'rib chiqinglar. Hedging mumkin faqat o'sha bitta akkauntingizda. Chunki bu yerda misol uchun общий razmer 300 minggacha mumkin, ya'ni 3 ta 100 talik yoki 6 ta 50 talik akkaunt olishingiz mumkin. Lekin har bittasi bitta akkaunt bo'ladi, to'g'rimi? O'sha har bitta akkauntingiz ichida o'sha hedging qilishingiz mumkin. Misol uchun tillarning ichida bitta akkaunt. Lekin bitta akkauntingizda buy ushlab turib, ikkinchi akkauntingizda sell ushlasangiz, u mumkin emas, u o'zi qonun buzarchilik bo'ladi. Qaysi hedging mumkin, qaysi hedging mumkin emas, bu yerda yozilgan, iloji boricha вообще hedging ishlatmaydi. Yana ko'lab bahona topib akkauntinglarni bloklanishi sababi bo'lmasin. Agar hedging ishlatadigan bo'lsangiz, detalni kelib o'qib oringlar. Lekin meni robotim misol uchun hedging ishlatmaydi umuman. Iloji boricha hedgingga ishlatadigan robotlardan uzoqroq turinglar. Jamna qizg'oq strategiya emas. Any form of arbitrage trading. Arbitrage trading agar kim biladigan bilsin, mayli, lekin bilmasanglar nima qilasizlar? Qiziqib baribir mumkin emas bu narsalarga. Aytganimdek, bu yoqda tepa yurdi-yu, narx boshqa bozorda sal sekinroq yuradi. Misol uchun, bularga kelayotgandan sal sekinroq bo'lishi mumkin. Boshqa joydan ko'radi ko'tarilganligini. Riskga bay bosaveradi. O'shandan keyin bularda endi ko'tariladi. Mana shunaqa arbitraj degan narsa u ham mumkin emas. Ya'ni uje ko'rayotganingizdan borgan sari robotlarni qanaqa robotlarni ishlatish mumkinligi shansi uje borgan sari pasayyapti. Borgan sari robotlarning varianti ham pasayyapti. Chunki qonun qoidalari aytganda mana bunday qonun qoidasi bor. O'shalarga hammasiga to'g'ri kelib, hammasiga javob beradigan robot o'zi kam. Tick scalping, mikro savdolarda tick scalping, o'sha HFT ning bir turlari, sistemalar u ham mumkin emas. Grid sistemasi, ya'ni setka buy ma'lum bir distansiya bo'yicha u distansiya kattalasha oladi, u fiksirованный distansiya bo'ladi. Mumkin emas. Uje tonna 90% robotlar bu yerda chopiladi. Account ruling ham mumkin emas, qisqasi. One sided betting, ya'ni faqat buy ochish yoki faqat sell ochish ham mumkin emas. Faqat buy yoki faqat sell shunaqa mumkin emas, qisqasi aytdim. Giperaktivnost ham mumkin emas. Juda ko'p savdo ochadigan u ham mumkin emas. Giperaktivnost bo'yicha trailing stop ham shunga kiradi, chunki trailing stop o'z qanaqa ishlaydi? Har bitta yurganda trailini yengitdan obnovit qilaveradi, suraveradi o'sha trailing stopni. O'shaning uchun trailing stopni bular bunaqa ruxsat bermaydi. O'zi ko'p kompaniyalar mumkin emas. O'shaning uchun agar robotlar konkretni boshqacha, manikidan ham boshqacha robotlar bor, ularda trailing stopi boshqacha sistema bo'yicha ishlaydi. Bunaqa giperaktivniy bo'lmaydi. Trailing stopni surish ham aktivnostga kiradi do'stlar. O'shaning uchun trailing stop masalasini ham esingizdan chiqarmaydi. Короче, sistemning xatolarni ham ishlatib, endi aqllilar bor har xil. Bozorda likvid kam bo'lgan paytida
garantirованный foyda olib keladigan strategiyali narsalarni ham ishlatish mumkin emas. Men даже o'zim bilmayman bunaqa strategiyalarni. Account sharing and device sharing mana shu narsa ham muhim. Akkauntni birovga berib yoki telefoningizni birovga berib, o'sha sizga o'tib beradi-da, keyin siz o'sha notebookingizni misol uchun bittasiga berdingiz, u trader, u sizga savdo qilib o'tib berdi. Keyin siz trader emassiz, ha, xursandsiz, sizga tayyor o'tilgan profit keldi. Endi qanaqasiga buni tushunadi bilmadim. No. Mumkin emas. Endi bu asosiy strategiyalar masalasi bo'yicha. Keyin can I use VPN? VPN bilan VPS men tushuntirib berdim. VPS ishlatish mumkin. Angret trader robotlar uchun o'zi robotlarga moslashgan narsa VPN. VPN bizga kerak, stabilni ishlash uchun ishlatish mumkin, faqatgina запрещенный davlatlar bor, o'shaniki bo'lmasligi kerak. Hop. Agar ruchnoy savdo qilsangiz ham, men ruchnoy savdo qilmayman, bu men temam emas. Ruchnoy savdo qilmoqchi bo'lsangiz, yana u ham aytganimdek, iloji boricha VPN ham, VPS ham частный bo'lsin, IP'si statichniy bo'lsin deyapti. Ya'ni IP'si pastan o'zgarmaydigan har xil davlatlar IP'siga yoki IP'si pastan o'zgaradigan bor, o'zgarmaydigan bor. Pulli anaqalar deyapti, pulli, ya'ni частный kompaniyalar IP'si o'zgarmaydi. O'shaning uchun iloji bo'lsa частныйni ishlatinglar, publichniy VPN yoki VPSlar misol uchun dostуп bo'lib qolishi mumkin birovlarniki. Birovlar sizni nima qilayotganingizni ko'rishib qolishi mumkin. Ko'rib qolib, ulanib qolsa ham yaxshi narsa bo'lmaydi. To'g'rimi? O'shaning uchun bir xil tekin VPS, tekin VPN ishlatadi. Unaqa narsalardan uzoqroq turinglar, deyapti. Platniysini ishlatinglar, ularda IP'si stabilniy bo'ladi. Yana aytganimdek, запрещенный davlatda VPN ham VPS ham to'g'ri kelmaydi. И особенно VPS ga, ya'ni biz VPS robotlarga qo'yamiz, men qaytaraman. Ikkita har xil, uchta har xil odam kirmasin VPS'ingizga, bitta odam kirsin. O'sha bitta odam kirib chiqaveradi VPS'ingizga. Har xil device'lardan, har xil kompyuterlardan kirilmasin, strategiya o'zgartirilmasin. Ruchnoy сделка ochib yopish запрещен VPS'da. Ruchnoy mumkin emas, faqat robot ochadi, yopadi, bo'ldi. U yoqqa odam qo'li iloji boricha aralashish kerak emas. Agar aralashganda ko'rib qolsa, nimadir bo'lsa, taq etib pochtadan keladi, tushuntirish xati hech kimga kerak emas. Hop, bu masala bo'yicha ketdi, tugadi. Keyin, can I trade from multiple IP addresses? Bu yerda ham har xil IP adresdan mumkinmi, mumkin emasmi? Agar kimdir IP masalasi nestabilniy bo'lsa va IP bilan prikol qilmoqchi bo'lsanglar, bu yoqqa kirib o'qiysizlar. Juda bunaqa menda aytyapti, misol uchun bu ko'proq ruchnoy savdoga, men misol uchun O'zbekistondan registratsiya qilgansizlar. O'zbekistonni registratsiya qilib turib, qanaqasiga o'zingizdan VPN ishlatmasangiz, qanaqasiga o'zingizdan o'zingiz Indiyada yoki Pokistonda paydo bo'lib qolashingiz mumkin emas. Agar bular siz bilan O'zbekistonda ishlayman deb aytdingizmi, polniy misol uchun testingizda faqat Hindistondan yoki misol uchun Angliyadan yurdingiz. Misol uchun Angliya buning запретный anaqasida, запретный spiskasida. Bo'ldi, unda problema. O'shaning uchun mana shu masala bo'yicha ham ko'rib chiqinglar. IP'lar agar ruchnoy bo'lsa yoki bitta kompyuterdan savdo qilinadi, bo'ldi, undan muammo bo'lmaydi hech qachon. Misol uchun bitta ruchnoy kimdir savdo qilyapti, o'sha bitta kompyuteringizdan qilinglar, iloji boricha rashidishni device'dan kirmanglar, ya'ni telefondan, planshetingizdan kirmanglar. Kompyuteringizdan o'tib olinglar, o'shandan bo'ldi. Shu IP'larni ana qichitmanglar, ularga ham problema bo'lmaydi. Sizlarga ham har xil tushuntirma xat yozish kerak bo'lmaydi. IP masalasida anaqa qilmanglar, prikollashtirmanglar. Agar O'zbekistondan mansanglar, O'zbekistonning internetini ishlataveringlar, lishniy VPN, VPS ishlatib o'tirmanglar. Bez VPN ishlayapti, mana veb-sayti, muammo yo'q bu yerda. Mana shu yerda men ko'rsatib ketaman, qaysi davlatlar mumkin emas, lekin ochmadim. Mana Severniy Koreya, Siriya, Amerika mumkin emas ekan. Amerikan Suama mumkin emas, Puerto Rico, Grenada, Chad, Bangladesh, bu bilmayman qanaqa joy bu. Cape Verde, Tuvalu, Vietnam ham mumkin emas ekan, Sri Lanka mumkin emas. Burundi mumkin emas, Malayziya mumkin emas, Eritreya bilan Qoravoylar. Comoros, Fiji, Bouvet Island, Baileys bunaqa
O'qimaganman ham Cook Islands. Qisqasi O'zbekiston yo'q bu yoqda, Yevropa ham yo'q bu yoqda. Yevropada ko'pincha VPNlar bo'ladi. VPS ham Yevropada, meniki nemetskiy. O'shaning uchun bu yoqda Yevropa yo'q, menda muammo ham yo'q. Severniy Koreya, Siriya, Rossiya ham yo'q misol uchun. Yevropeyskiy davlatlar yo'q. Ko'pincha VPNlar yevropeyskiy davlatlarda bo'ladi. Mashiladan VPNga kirish mumkin emas, mana shu davlatlardan. Mana shu yoqqa uchib qolsanglar, misol uchun Shri Lankaga uchib qolishinglar mumkin. Bu yoqda ochmaylar. Anaqalarni ruchnoy savdo qilayotgan bo'lsanglar, O'zbekistondan Shri Lankaga ham dam olishga borib, u yoqda o'zingizlar ruchnoy savdo qilib yormanglar, yaxshilik bilan tugamaydi. Stop loss qo'yish shartmi? O'zi iloji bo'lsa qo'yinglar deydi, lekin qo'yishingiz shart emas. Agar sizlarga 1% agar o'sha giperaktivniy bo'lib, ularni diqqatiga tushib qolsanglar, unda prinsipi sizlarga yetak pismo keladi, xat keladi, o'sha detalni tushuntirishadi nima qilish kerakligini. Xo'p. Stop loss atak shart emas. Iloji boricha qo'yinglar. Stop lossni robot qo'ysin, agar qo'ygan taqdirda ham VPSdan kirayotgan bo'lsanglar, VPS aytganimdek bu onlayn kompyuter, VPN bu prosta qayerdan kirayotganinglarni o'zgartirib beradi. Inactivity period bu 30 kun, buni o'qib chiqdim, 30 kun akkauntingizga kirmasanglar muammo bo'ladi. Bu yoqda anaqa limit yo'q, savdo qilmasligi. Agar 30 kun akkauntingizda savdo qilmasanglar, akkauntinglarni olib qo'yish mumkin. O'shaning uchun hatto 30 kun ichida bir marta kirib bitta savdo ochib qo'yishingiz kerak. Bitta savdo ochib yopsanglar, akkauntni 30 kunlik anaqasi yangilanadi. 1% risk qonuni hammaga ham qilinmaydi. Hammaga ham qo'yilmaydi u narsa. Faqatgina ba'zi bir insonlarga qo'yilganda pochtadan xat keladi, men qarasangga mana shunaqa 1%lik qonun qoida qo'yildi, mana shunaqa pravila bo'yicha ishlar. Men bunaqa narsa bilan, menda bunaqa narsa bo'lmaydi, robotlarim giperaktivniy emas, bunaqa xat ham kelgani yo'q menga. Yangilikda savdo qilish mumkinmi? Yo'qmi? Oynasi bor, 5 minut oldin, 5 minut keyin mumkin emas. Keyin mumkin. Qisqasi 5 minut xabardan oldin, 5 minut xabardan keyin. Meni robotlarim aynan xabar uchun moslashmagan. Ancha xabardan ancha oldin ochadi. O'shancha xabarga robotga aloqasi yo'q. Bilasizlar, biz temada faqat robot masalasida biz. Qisqa qilib, Grid Martingale hedging ham jamlaqa yaxshi qaralmaydi. Kazino sifat katta lotlar ham qilish mumkin emas. Agar sizlar robotda savdo qilsanglar va robotda imtihondan o'tsanglar, bo'ldi. Shundan ham imtihondan keyin ham robotda ishlaysizlar, xuddi o'sha parada ruchnoy savdosi yo'q. VPS faqatgina robot uchun mumkin. VPSda trailing stop, bunga o'xshagan aktivistlar o'zi prinsipi prop shotlar trailingga taqab bosganlarni va trailing stopni yomon ko'radi, chunki bu aktivistga kiradi va aktivist limitlarni tiqib qo'yishingiz mumkin. Trailing stop bilan ham o'ynashmaydi. Iloji boricha bu ko'p prop firmalar yomon ko'radi trailing stop sistemasini. Ya'ni Grid Martingale chopildi, trailing stop ham chopilyapti. Juda ko'p robotlar o'zi chopildi bizda, по сути. Hedging ham chistishni mumkin emas, jamanaqa xursand emas bo'layapmiz hedgingdan. Hedging masalasi. O'shaning uchun sizlarga to'g'ri keladimi, kelmaydimi bilmadim. Lotlar, tomi ketgan lotlar, giperaktivniy HFT robotlar, umuman в принципе juda aktivniy robotlar mumkin emas. Bu narsa ham zapression. Ya'ni tick scalping, oddiy visokachastotnilar yoki 3-4 soniyaga сделкani ochib yopadiganlar, bunaqa narsalar mumkin emas robot tomonlama. Bu narsani hammasini e'tiborga olinglar. Qanaqasi mumkin, qanaqa. Menda robotim bir kunda bitta parada bitta сделка ochadi va o'sha kuni yopadi. Men ertasi kuni сделкаlarni ushlab o'tirmayman, hafta oxirida ham ushlab o'tirmayman. U qonun qoidani o'shaning uchun ham o'qiganim yo'q. Mumkin deyapti qisqasi. Birinchi kundan ikkinchi kungacha savdoyingizni ochib qo'ygan savdoni ushlab turish mumkin. Hech qanaqa ограниченияsi yo'q. Bir nechta tarifniy planlarda hech qanaqa ограниченияsi yo'q deyapti. Именно o'tish, sinovdan o'tayotgan paytingizda. Lekin deyapti, express
consistently challenge deb qanaqadir bor ekan, express challenge. Bular aytganimdek qanaqadir отдельный challenge'lari bor. Unda bir kundan kunga mumkin ekan, lekin haftadan haftaga mumkin emas ekan. Haftani oxirida ularga aynan challenge'da qatnashayotganlar uchun o'zini отдельный challenge'larda bozor yopilishidan 15 minut oldin hamma сделкалар yopilishi kerak ekan. Qisqasi shunaqa, mana nima anaqasi bo'lsa o'qib chiqsanglar bo'ladi. Bu narsaga men konkretni qiziqmayman, chunki men robotlarim bir kundan ikkinchi kunga сделкаlar ushamaydi. Ushagan taqdirda ham mumkin ekan. Xullas, juda ko'p robotlar mumkin emas do'stlar. Menda уже robot ishlayapti. Rezultatlarini Telegram kanalimda ko'rsatyapman. Bu videoga bitta like bosinglar. Mashxonada tellab kechasi soat 3:07 da shu videoni yozyapman. Bitta like bosinglar, bitta komment yozib yuboringlar akalar. Xudo xolasa robotlar masalasida qaysi robotlar mumkinligini anchasini bilib oldinglar. Sizlarga mana bor bilimimni, bor informatsiyani aytib o'qib ham chiqdim. Mana bitta mashinada yozilgan deb ham ko'rsatib chiqdim do'stlar. Yoqqan bo'lsa iltimos bitta like, yoqmagan bo'lsa ham like bosaveringlar, kommentariy yozaveringlar, farqi yo'q, negativ, pozitiv. Qancha unaqa ko'proq bo'lsa, shuncha ko'proq anaqa bo'ladi. Keyingi videoda biza 1 oy bo'ldi o'sha kompleks robotda oddiy ish ishlayotganiga, o'shani ham ko'rsatib ketamiz natijalar qanaqa bo'lganligini. Demo bilan real account farqini ham o'sha yerda aytib ketaman, detalniy. Xudo xolasa Telegram kanaliga qo'shilinglar, like bosinglar. Mana описаниеda Telegram kanaliga ссылкасы bo'ladi. Chatga ham ссылка bo'ladi. Mani shaxsiydan menga yozishinglar uchun ham, misol uchun robot masalasida narx-navo necha pul bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, o'shani ham so'ramoqchi bo'lsanglar, uni ham yoddan yozsanglar bo'ladi. Ссылка bor. Bitta bossanglar bo'ldi. Men shaxsiy soобщениямga o'tib olgan bo'lasizlar. Yoqqan bo'lsa like do'stlar. Juda muhim detalli informatsiya bor bu yerda, aytganimdek ko'rsatib ketdim. Xudo xolasa sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Sizlar bilan men Jamoliddin Kamolov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Birga biz Xudo xolasa ancha katta cho'qqilarga erishamiz birga. Rahmat.